Yo'qol meni uyimdan. Sen ham o'sha la'nati ko'r qiz bilan birsan. Yetar, senyor Rudolfo. Nimalar deyotganingizni bilasizmi? O'sha kambag'al tilanchi, o'sha siz aytayotgan ko'r qiz sizni qizingiz. O'sha la'nat ko'r qiz sizni o'z qizingiz, sizni qizingiz. Hammangizga aytishni fursati yetdi. Bu sirni ortiq saqlay olmayman. Boshqa chidab tura olmayman. Indamay yurishni ham chegarasi bor. Siz nafratlanadigan, ko'rolmaydigan, haqoratlaringizga ko'mib tashlangan o'sha qiz sizni haqiqiy qizingiz. Bu ayol nimalar deyapti? Esi yog'ib qoldimi, Krisanta? Esim joyida. Buni ancha ilgariroq aytishim kerak edi, lekin qo'rqdim. Meni kechir, Blanka. Ey Xudo. Bu yana qanaqa nayrang? O'zingcha nimalarni to'qiyapsan? Yo'q, bu haqiqat, bor haqiqat. Rudolfo, e'tibor bermang. Eng boshidanoq o'sha qizning tarafida edi. Uni hamma gaplari yolg'on. G'irt yolg'on. Bu bema'nilikka kim ham ishonar edi? Bema'nilik emas bu. Tomirlarda penarial qoni jo'sh urib turgan odam u ham bo'lsa Esmeralda. Doktor Xosarmanda emas. Yomg'ir sharros quygan tunda dunyoga kelgan go'dak Esmeralda edi. U sizni haqiqiy farzandingiz, senyor Rudolfo. O'sha bechora ko'zi ojiz qiz aslida Esmeralda Penarial. Biz go'daklarni yomon niyat bilan almashtirmadik. O'sha tun sham nuri ostida tug'ilgan qizaloq nafas olmayotgan edi. Uni o'lik tug'ildi deb o'yladim. Shunda Krisantaga biroz oldin ko'z oldimda sog'lom, chiroyli o'g'il bola dunyoga kelganini aytdim. Uni onasi tug'ayotib olamdan o'tgan edi. Otasi Fabian edi. Qo'l ostidagi o'sha eshchi chorvangizni boqib yurib, jarga qulab o'lgandi. Bu ayol juda qo'rqdi. Chunki Casagrande xo'jayini vorisi o'g'il bo'lishini istardi. Qizaloni o'lik tug'ilgani, buni ustiga o'g'ilmasligi xo'jayini g'azablantirishi aniq edi. Baxtiqaro ona, sizga doim rahmim kelardi. Chunki hayotingiz kichik parchasini qo'lingizdan yulib olib, tirik yetim holida sizni muhabbatingizsiz, himoyangizsiz voyaga yetkazdim. Bechora Esmeraldam. Xudoning panohida o'rmondagi yovvoyi gullardek o'sib ulg'aydi sho'rlik. Hech narsani o'ziniki deb atay olmaydi. Uni hech narsasi yo'q edi. Hatto dunyoda mehribon suyanchig'i, onasi ham yo'q edi. Xudoning irodasiga qarshi chiqib bo'lmaydi. Ertami kechmi haqiqat qaror topishini bilardim. Bu meni xatoyim. Bolalarni almashtirishni men so'ragan edim. Seni azoblashni istamagan edim, qizim. Oqibatini sira o'ylamabman. Bu yerdan jo'nab ketganimizda qizaloni o'lgan deb o'ylagandim. Hammasi istaganingizdek bo'ldi. Xotiningizdan ko'nglingiz to'qidi. Sizga nozik kasalvand qiz emas, sog'lom chiroyli o'g'il kerak edi. Barchasiga faqat siz aybdorsiz. Bu haqda nimani o'ylayotganimni bilishni istaysanmi? Aytganlaringni bari uydirma. O'sha qizni tan olmagunimcha yana qanaqa tomosha ko'rsatishga qodirsanlar? Meni mazax qilish oson deb o'ylayapsanlar shekilli. Meni qip-qizil jinni deb o'ylayapsanlarmi?
Senyor Penarial. Meni bunday atama. Ikkita safsatachi ayoli bema'ni gaplariga laqqa ishonib o'tiribsanmi? Sen meni o'g'limsan. Bu voqeani to'qib chiqarishganiga sira ishonmayman. Kritsanda bunday ishga qodir emas. Meni hozir bir narsa Esmeralda qayerdaligi tashvishga solyapti. Sizdan iltimos qayerdaligini ayting. Iltimos qilaman. Senyor Rudolfo, yolvoraman menga quloq soling. Iltimos yuzimga qarang. O'z aybini yashirish uchun yolg'on so'zlayapti deb o'ylamang. Tepamda Xudo turibdi. Kerak bo'lsa tiz cho'kib qasam ichishim ham mumkin. Qizimni qabrini nega sira topolmaganimni, nega Domingo uni qayerga dafn etilganini aytishdan bosh tortganligini endi tushundim. Nimalar deyapsan? Bu yolg'on to'g'risida sen ham bilarmiding? Yo sen ham ularga qo'shilishib meni aldayapsanmi, Blanka? Javob ber. Zumrad ziraklarini o'g'irlanganligi haqida politsiyaga ma'lum qilaman deganingni Krisantaga aytganimda, u bor haqiqatni gapirib berdi, Rudolfo. Lekin nega bu muhim haqiqatni sir tutding? Nega hammani oldida Xosarmandan oddiy bir ishchini o'g'li ekanligini tan olyapsan? Bundan chiqdi, u Penariallar merosini vorisi emas ekanda. Xosarmandon xayolidan nimalar kechayotganini anglasang-chi. Senyor Penarial. Nima desangiz barchasiga jon deb rozi bo'laman. Faqat bir iltimos. Esmeraldani qayerga olib bordingiz? Men uni Lucio Malavero uyiga olib borib tashladim. Uni qanaqaligini bilmaysiz shekilli. Lucio Malaver iblis. Iblis. U yomon odam. Miyasi joyida emas. Hatto qotillikka ham qodir. Yo'q, Domingo gapingizni shamol uchirsin. Undan doim qo'rqqanim uchun Esmeraldani ko'z qorachig'imday asradim. Endigina o'sha iblisdan uzoqlashdi deganimda, o'z qo'lingiz bilan olib borib topshiribsiz. Nega endi unga ozor yetkazadi deb o'ylaysan? Nimaga? Chunki uni o'ziniki qilmoqchi. Esmeralda meniki, faqat meniki bo'ladi deb doim takrorlardi. Esmeralda bilan yosh doktor o'rtasidagi muhabbatdan xabar topishi bilan quturib ketdi. Rashk va alam o'tida yondi. Nega uni u yerga olib bording, Rudolfo? Uni maqsadi aniq. Nima qilib bo'lsa ham Esmeraldani taqdirlash shuning uchun ham bu ishga qo'l urgan, jahl ustida uni azoblamoqchi bo'lgan. Qizingizni qurbon qilayotganingizni o'ylab o'tirmagansiz. O'z qizingiz-ya, senyor Rudolfo. Endi yuraklarimizni ho'shlab kutishdan boshqa choramiz qolmadi. Sho'rlik qizim. O'z onangni Senyora Blanka deb chaqirganing uchun meni kechir. Axir u bechora onasi tirik ekanligini haligacha bilmaydi. Meni kechir. Kechir qizim. Nega avvalroq aytmadingiz, Krisanta? Qizimni tirikligini, uni Esmeralda ekanligini nega